Xamenei AQShga eng keskin tahdidni yo'lladi. Fors ko'rfazida endi xavfsiz boshpana bo'lmaydi. Odessa urushning eng xavfli bosqichiga tayyorlanyaptimi? Ukraina shahar atrofini qal'aga aylantirmoqda. O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan yuz o'giryaptimi? Polshada yangi migratsiya to'lqini boshlandi. Medvedev Yevropa diplomatlariga ochiq tahdid qildi. Kiyev atrofida xavfli bosqich boshlandimi? Xudoning yordami bilan Eron ham qulaydi. Smotrichning dahshatli bayonoti Yaqin Sharqni larzaga soldi. Ukraina frontida katta muammo boshlanmoqdami? Yevropa zaxiralari tugayotgani aytilmoqda. Xamenei AQShga eng keskin tahdidni yo'lladi. Fors ko'rfazida endi xavfsiz boshpana bo'lmaydi. Eron oliy rahnamosi Mushtaba Xamenei endilikda AQShning Fors ko'rfazida xavfsiz boshpanasi bo'lmasligini ma'lum qildi. Bu haqda uning bayonotiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. Xameneining so'zlariga ko'ra, Fors ko'rfazi davlatlari endi AQSh harbiy bazalari uchun qalqon bo'la olmaydi. Mazkur bayonot Tehron va Washington 3 oylik urushni tugatish ustida ishlayotgani fonida yangradi. Vaqt ortga qaytmaydi. Mintaqadagi davlatlar va hududlar endi Amerika bazalari uchun qalqon vazifasini o'tamaydi. Amerika endi mintaqada yovuzlik qilish yoki harbiy bazalar tashkil etish uchun xavfsiz boshpanaga ega bo'lmaydi, dedi u. 30-aprel kuni Eron prezidenti Pezeshkian ilk bor Xamenei bilan uchrashganini ma'lum qildi. Oliy rahnamoning beli va tizzasi jarohatlangani, qulog'i orqasida esa yirtilgan jarohat borligi ta'kidlandi. Hozirda Xamenei sog'ayib borayotgani ma'lum qilingan. Odessa urushning eng xavfli bosqichiga tayyorlanyaptimi? Ukraina shahar atrofini qal'aga aylantirmoqda. Odessa atrofida katta mudofaa tizimi qurilayotgani haqida ma'lumotlar so'nggi kunlarda xalqaro OAV va harbiy manbalarda keng tarqaldi. Ukraina Janub mudofaa kuchlari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, shahar ehtimoliy keng ko'lamli hujum yoki desant operatsiyasiga tayyorlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Odessa atrofida bir necha kilometrgacha cho'zilgan tankga qarshi xandaqlar qazilgan, beton bunkerlar va yashirin o't ochish nuqtalari qurilgan. Bundan tashqari mudofaa chiziqlariga ajdaho tishlari deb ataluvchi beton to'siqlar, tikanli simlar hamda minalashtirilgan hududlar joylashtirilmoqda. Bu to'siqlar tanklar va zirhli texnikaning tez harakatini to'xtatish uchun ishlatiladi. Harbiy ekspertlarning aytishicha, Odessa uchun asosiy xavf Qora dengiz orqali ehtimoliy desant tushirish operatsiyasi yoki janubiy yo'nalishdagi katta hujum hisoblanadi. Shu sababli shahar aylanma mudofaa formatida tayyorlanmoqda. Bu degani mudofaa faqat bir tomondan emas, balki barcha yo'nalishlarda bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlarga moslashtirilmoqda. 2024-yildayoq Odessa viloyatida mudofaa inshootlari faol qurila boshlagani haqida Ukraina rasmiylari ochiq bayonotlar bergan edi. Odessa viloyati harbiy administratsiyasi rahbari Oleg Kiper o'sha paytda hududda 150 ga yaqin ishchi va 80 dan ortiq texnika ishlayotganini bildirgan. Unga ko'ra, asosiy maqsad Rossiya armiyasining yangi hududlarni egallashiga yo'l qo'ymaslik. So'nggi xabarlarda esa mudofaa yanada kuchaytirilgani aytilmoqda. Janub mudofaa kuchlari vakili Denis Nasikovning ta'kidlashicha, qurilayotgan tizim oddiy propaganda va loyiha emas, balki real jangovar tayyorgarlikdir. U mudofaa hududida anti-tank xandaqlari, yashirin tuzoqlar, portlovchi to'siqlar va ko'rinmas muhandislik liniyalari mavjudligini bildirgan. Odessa Ukraina uchun strategik jihatdan nihoyatda muhim shahar hisoblanadi. U mamlakatning eng katta dengiz portlaridan biri bo'lib, Qora dengizga chiqish uchun asosiy markaz sanaladi. Agar shahar xavf ostida qolsa, Ukraina dengiz logistikasiga katta zarba berishi mumkinligi ko'p bora ta'kidlangan. Shu sababli Kiyev Odessa mudofaasini hal qiluvchi chiziq sifatida ko'rmoqda. O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan yuz o'giryaptimi? Polshada yangi migratsiya to'lqini boshlandi. Polshada Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan mehnat migrantlari soni ortib bormoqda. Ularning aksariyati real Rossiyada ishlagan. Bu haqda Varshava universiteti migratsiya tadqiqotlari markazi xodimi Marta Yarashovichga tayanib AZDaily xabar berdi. Migrantlar Polshaga asosan ishlash uchun keladi, biroq kelganlar orasida talabalar ham talaygina. Yarashovichning so'zlariga ko'ra, mamlakatda muhojirlar soni o'sishda davom etmoqda. Asosiy guruhni hamon Ukraina fuqarolari, shuningdek 150 mingga yaqin Belarus fuqarolari tashkil etmoqda. Bundan tashqari Moldova va Gruziyadan kelgan migrantlar guruhlari ham ko'zga tashlanib turadi. Hozirda Polshada Markaziy Osiyodan kelgan 30 mingcha migrant istiqomat qilmoqda. Mamlakatga eng ko'p O'zbekiston, keyingi o'rinlarda esa Qozog'iston
Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari kelmoqda. 2026-yilning birinchi choragida O'zbekiston fuqarolariga 16 mingga yaqin, Qozog'iston fuqarolariga 12 ming, Qirg'iziston fuqarolariga qariyb 8 ming, Tojikiston fuqarolariga esa 6 mingta ishlash uchun ruxsatnoma berilgan. Polshaga mehnat migratsiyasi asosan erkaklar tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga Markaziy Osiyodan kelgan ko'plab muhojirlar endilikda Rossiyada ishlashdan kamroq manfaatdor ekani kuzatilmoqda. Polshaga kelganlarning qariyb 80% ilgari aynan Rossiyada mehnat qilgan. O'zbekiston o'z fuqarolari Rossiyadan tashqari boshqa mamlakatlarda ishlash uchun yangi imkoniyatlar izlagan va aloqalar o'rnatishga faol harakat qilayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda, dedi Yarashovich. Ekspert yaqin yillarda Markaziy Osiyo fuqarolarining Yevropaga oqimi sezilarli darajada oshishi mumkinligini prognoz qildi. Bu ushbu mintaqadagi demografik vaziyat, ya'ni aholi soni ortib borayotgani, yoshlar va talabalar ulushining ko'pligi bilan bog'liq. Medvedev Yevropa diplomatlariga ochiq tahdid qildi. Kiyev atrofida xavfli bosqich boshlandimi? Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev yana keskin bayonot bilan chiqib, Kiyevdagi Yevropa diplomatlariga ochiq tahdid ohangidagi murojaat yo'lladi. U Yevropa ittifoqining Rossiya ogohlantirishlariga qaramay, Kiyevdagi diplomatik vakolatxonalarni yopmaslik qarorini masxara qilib, aftidan ulardan ortiqcha diplomatlar bor degan kinoyali gapni ishlatdi. Bu bayonot Yevropa davlatlari tomonidan Moskvaga qarshi norozilik kuchaygan bir paytda yangradi. So'nggi kunlarda Rossiya Kiyevga qarshi tizimli va kuchli zarbalar bo'lishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirdi. Moskva xorijiy diplomatlar va fuqarolarga poytaxtni tark etishni tavsiya qilgan edi. Bunga sabab sifatida Rossiya Ukraina tomonidan Lugansk hududidagi hujumni ko'rsatmoqda. Kreml bu hujumda ko'plab odamlar halok bo'lganini iddao qilmoqda. Kiyev esa zarba harbiy obyektiga berilganini aytmoqda. Ammo European Union va uning Kiyevdagi delegatsiyasi Rossiya bosimiga bo'ysunmasligini bildirdi. Yevropa diplomatlari Kiyevni tark etishdan bosh tortdi. EU elchisi Katarina Materxova Rossiyaning tahdidlarini qo'rqitish va vahima yaratishga urinish deb atadi. Polsha, Fransiya, Germaniya, Shvetsiya va boshqa davlatlar ham Rossiya diplomatlarini chaqirib, rasmiy protest bildirishdi. Xudoning yordami bilan Eron ham qulaydi. Smotrichning dahshatli bayonoti Yaqin Sharqni larzaga soldi. Bezalel Smotrichning Xudoning yordami bilan Yaqin Sharqni o'zgartirmoqdamiz degan bayonoti Isroil siyosatidagi eng keskin va bahsli chiqishlardan biri sifatida ko'rilmoqda. U bu gaplarni Eron, G'azo va Livandagi urushlar fonida aytgan bo'lib, Isroilning harbiy va geosiyosiy strategiyasi butun mintaqa kuch muvozanatini o'zgartirayotganini ta'kidladi. Smotrichning asosiy urg'usi Iranni zaiflashtirish masalasi bo'ldi. U Eron hali qulamagan, lekin bu ham biz Xudoning yordami bilan erishadigan maqsaddir deya bayonot berdi. Bu so'zlar Isroilning faqat mudofaa emas, balki mintaqadagi Eron ta'sirini butunlay sindirish strategiyasiga o'tayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa Isroil siyosiy doiralarida Eron uzoq yillardan beri asosiy xavf sifatida ko'riladi. Chunki Tehron, Hizbulloh, Hamas va boshqa guruhlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Smotrich o'z nutqida G'azo Strip va Libanonni misol qilib keltirdi. G'azo qanday ko'rinishga kelganiga qarang, Livan qanday ko'rinishga kelganiga qarang degan ibora orqali u Isroil armiyasining zarbalari natijasida ushbu hududlarda yuzaga kelgan vayronagarchilikni nazarda tutgan. Ayniqsa G'azoda Isroilning keng ko'lamli operatsiyalari infratuzilmaning katta qismini yo'q qilgan. Millionlab odamlar ko'chishga majbur bo'lgan. Ukraina frontida katta muammo boshlanmoqdami? Yevropa zaxiralari tugayotgani aytilmoqda. Hozir uni faqat 9 ta davlat moliyalashtirmoqda, dedi Chexiya prezidenti Petr Pavel Financial Times gazetasiga. O'tgan yili bunday davlatlar soni 18 ta edi. Tashabbus hali ham ishlamoqda, ammo yangi qiyinchilik shundaki, faqat 9 ga yaqin a'zo davlat moliyaviy hissa qo'shmoqda, dedi Pavel. Uning tushuntirishicha, tashabbus doirasida Ukraina tomoniga barcha yirik kalibrli o'q-dorilarning 50% gacha yetkazib beriladi. Shuning uchun bu ma'noda uni boshqa narsa bilan almashtirish qiyin. Chexiya prezidentining aniqlik kiritishicha, bu tashabbusning kelajagi iyul oyida Anqarada bo'lib o'tadigan NATO sammitida muhokama qilinadi. Chexiya prezidenti idorasi FT so'roviga javoban yaqinda tashabbusdan chiqqan davlatlarni nomlashdan bosh tortdi. G'arb davlatlaridan birining harbiy amaldori Germaniya va ba'zi Skandinaviya davlatlari ishtirokchilari orasida qolayotganini, ammo ba'zi mamlakatlar hatto yetakchi davlatning hukmron siyosatchilari tomonidan tegishli qo'llab-quvvatlanmaydigan narsa uchun pul to'lashni g'alati deb hisoblashini aytdi.
FC ta'kidlaganidek, Chexiyaning yangi bosh vaziri Andrey Babish saylovoldi kampaniyasi davomida Ukraina uchun o'q-dorilar sotib olish tashabbusini butunlay to'xtatish bilan tahdid qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.